50 millionlik kredit. 50 millionlik kredit kerak sizga, to'g'rimi? Har bir oila dasturidan olgan. Mana imtiyozli kreditlar bor aka, mana. Imtiyozli kredit 5 millionni siz necha pullik olgansiz? 10 million. Agar siz o'sha 10 millionni vaqtida yopganingizda, hozir 50 milliongacha naqd pul berilyapti. Kassadan shundoq beriladi 50 milliongacha. Xolang 30, xolang 20, xolang 50, maksimum summasi 50. Uni olish uchun faqat o'sha mana har bir oiladan 5 millionlik, 10 millionlik, 33 millionlik olgani oyma-oy yopib borish kerak. 3 yilga beriladi. Xohlasangiz 6 oyda, 1 yilda, 1,5 yil, 2 yilda yopsangiz o'sha oddiy 5 millionlik olsangiz ham o'shanga 50 million naqd pulda beradi. Bizni fuqarolar nima qiladi? Kredit oladi, sekingina qochib ketadi. U 90 kundan oshirgandan keyin u MPLga o'tirib qoladi 90 plusga. Keyin unga bermaydi. Uning tarixi yomon, yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun kredit olgandan keyin vaqti